Assalomu alaykum azizlar. Ramazon hammamizga muborak bo'lsin. Boya bir soat oldin bir voqea bo'ldi. Qo'shnim bor. Boya taroveh namozidan keyin kelyapti-da. Qora aka, uyimga kelsam, boya taroveh namoziga shoshib ketayotib, uyimni eshigini yopish esimdan chiqib ketib qolibdi. Va uyimni chekirsam, uyda ichida turli xil narsalarimda joylari o'zgarganligi, sumkalarimda titkilanganligini topdim va uyimni izlay boshladim deydi. Va tashqariga chiqsam dedi, eshigim tagidan mana bu narsani topib oldim deyapti. Bu narsa bir ko'rishda oddiy bir, sizlarga yaxshi ko'rinyaptimi bilmayman, oddiy bir preparatga yoki bir turli xil giyoh moddalarga o'xshaydi, lekin bu aslida bu azizlar sehr asbobi hisoblanadi. Buning ichida tuz bor va tuzga qo'shib o'qilgan suyuqlik bor azizlar. Bu odatda buni baxshilar qiladi. Baxshilarni oldiga insonlar shu birorta mushkulot bilan bo'lsa, birorta odamni o'ziga bo'ysundirish maqsadida bo'lsa, aytadiki, mana shuni o'qib bergan tuzga yoki mana shu buyruq beruvchini, ya'ni shu baxshini oldiga borgan odamni tupiga olinadi yoki peshobi olinadi yoki shu baxshini o'zini o'qib bergan suvini aralashtiradi. Va baxsh unga aytadiki, mana shu narsani olib borasan, suvni eshigini tagiga sepasan va mana shundan tayyorlab bergan narsani uyini oldiga bir joyga qo'yib qo'yasan deydi azizlar. Azizlar, bu narsalardan Alloh taolo hammamizni yiroq qilsin. Bu narsani endi botil qilishlikni uslubini aytib o'tgan bo'lamiz. Botil qilish uslubi hammamiz uyimizda topiladigan suv, oddiy xom suvni olamiz, bir bankaga solib olamiz, iloji bo'lsa 6 katta idish bo'lsin. Suvni, xom suvni solamizda yaqinroq olib kelib turib unga Fotiha, Oyatul Kursi, Kofirun, Falaq, Ixlosni suralarini 7 martadan o'qimizda va niyatni shifo qilishlik va sehrni botil qilishlik niyat deb o'qib turib, mana shu narsani va shunga o'xshash narsalarni topilgan sehrlar bo'ladimi yoki shubha narsa bilan ichiga solib qo'yamizda, yarim kun, bir kun turgandan keyin uni chetroq olib tashlaymiz azizlar. Yoki qolaversa, o'zimizda ham mana shunaqangi maxsus, shunaqangi sehrni botil qilishligiga sabab bo'ladigan o'qilgan, dam solingan suvlar bor. Hozirda mana shunaqangi maxsus logopedimiz ostida chiqadi bu suvlar. Bu suvlarga shu ruqiya oyatlari va yosinni har mubinidan qaytarma usulida o'qilgan. Bizlarda ko'plab bemorlarimiz bu o'qilgan suvlarni, isrovlarni olib ishlatishganda keyin rahmatlar aytishgan, alhamdulillah. Va aytishgan, ko'plab videolar tashlab berishgan. Qora aka, sizga o'qitganimizdan keyin uyimizda mana bu narsa chiqdi, mana bu narsa chiqdi deb bizga tashlab berganda biz ularni roziligi bilan Instagram sahifamizga ham qo'yganmiz azizlar. Va yana shu narsani ta'kidlashimiz kerakki, ey sehrgarlarga borayotgan insonlar, baxshlardan najotni istayotgan insonlar, Allohdan qo'rqinglar. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim sehr qilsa, sehr qilinadi deganlar. Sizlarda ham bola chaqa bordir, sizlarda ham ota-ona bordir. Mana bu sehr botil bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, buni unga biriktirilgan jinni bo'ladimi, boshqa mahluqoti bo'ladimi, o'zingizga boradi azizlar. O'zingizga borganda ham ashaddiy azob bilan bo'ladi. Va sizlar esa chorasizlikdan umidsiz holatda Allohning azobiga duchor bo'lasizlar. Shunday ekanki, Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam hadislari hech qachon esimizdan chiqmasin. Kim sehr qilinsa, sehr qilinadi deganlar. Alloh taolo hammamizni bunaqangi yomon illatlardan yiroq qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.